Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Bugun Koreyaning mashhur brendi hisoblangan Numbuzin 5 mahsulotlarini sizlarga tanishtirib o'taman. Mana bu tonerimiz Numbuzin 5 toner hisoblanadi. Yuzingizga oziqlantirib beradi, teringizga vitaminlarni yetkazib beradigan quruq terilar uchun juda ham yaxshi hisoblanadi. Teringizni oqartirib beradi, xiraliklarni hamda terini tiniqlashtirib berishga ishlab beradi. Keyin yana Numbuzin 5 svritkasi bor. Svritkasi yuzingizdagi xiraliklaringizni quyoshdan tushgan homiladorlik paytida hosil bo'lgan dog'laringizga yaxshi ishlab beradi. Yana Numbuzinda mashhur kremi bor, Numbuzin 5 kremi. Bu kremi vitamin C'li, glutationli, yuzingizdagi xiraliklaringiz, dog'laringizni ochartirib beradi, ham teringizni tiniqlashtirib, yorug'lashtirishga ishlaydi. Buni nabor holatda ishlatsangiz bo'ladi. Otisiflari juda ham zo'r. Buni ko'pchilik opa-singillarimizga tavsiya qilganman, ishlatib ko'rishib yaxshi natijalar olishgan. Yana buni shunaqangi pedi bor. Yuzingizni namlantirishga ham ishlaydi. Bu mahsulotlarning tarkibi glutationli bo'lgani uchun teriga oziqa berish hamda terini oqartirish vazifasini bajaradi. Keyin Numbuzin 3 buni har xillari bor. Numbuzin 3 bu ham terini oziqlantirish, teriga chuqur namlik berish, teringizga yetishmagan vitaminlar yetkazib beradi. Ko'pchilikda yuzi quriydi, albatta yuzi quriydiganlar shunaqangi tonerlar, svritkalar ishlatsa yaxshi. Bu sizlar ko'rganlaringiz Numbuzin mahsulotlari hisoblanadi. Bu Koreya alvang do'konlarida juda ham mashhur, ko'p sotiladigan brend hisoblanadi.